Hindistonda samolyot aviahalokatga uchradi. Hodisa bugun 12-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 13:49larda ro'y bergan. Air India aviakompaniyasiga tegishli Boeing 787-8 Dreamliner samolyoti Gujarat shtatida aholi yashash punktiga qulab tushgan. Ma'lum qilinishicha, samolyot havoga ko'tarilganidan 2 daqiqa o'tganidan so'ng signal uzilib qolgan va 5 daqiqa o'tar-o'tmas u qulab tushgan. Samolyot bortida 230 nafar yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, samolyotdagi insonlarning barchasi halok bo'lgan va samolyot aholi yashash punktiga qulagani oqibatida quruqlikda ham qurbonlar borligi aytilmoqda. Ma'lumot o'rnida Dreamliner Boeing kompaniyasining eng yangi modellaridan hisoblanadi va bu Dreamliner bilan bog'liq ilk aviahalokatdir.